Çırdaklı rayonuna bizden Ulyan Obolsu'nun komandasına ol zor izin kaldırdı. Ol birinci sport masteri yüz vakitinde Yenganay avlunda bir küp işledi. Birge işledik. Onun indi inisiativası üzerindeydi. Bundan bir yıl önce vafat olan Rüstem'nin treneri, Tatarstan'ın hem Ulyan ülkesinin ot kazanan fizkulturu hem sport hizmetkari Feniz Jabbarov, ana şolay Rüstem'nin doğan avlunda Tatar kreşi boyunca seksiya açu tarixini esga tushirdi. Rüstem şundan da özündən zor işler kaldıra. Sport seksiyasi aşa, şag'illanu için sport zal boldura. Onun şagirdlari hazır o'zlari Rossiyaning sport masterlari. Artur shularning birisi. Сейчас клуб находится на отличном уровне, то есть мы там занимаемся, тренируется более 40 детей в нашем зале. Вот, тренируется чемпион мира Фаткулин Рустам. В начале июля этого года мы вместе с ним выиграли Кубок мира, который проходил в Москве. Бүгінгі турнирni o'zdirуда da Rüstemning o'quvchilari boshlab beri. Ular hozir Sabantoy batarlari gina tugul, ili bizning martabali yarışlarında bil alışkan jenguvchilardir. Bir kalamda kurashib o'sdik. Bizdan so'nggi necha yilga pokoleniyaning tigi oyoqqa bostirdi desak bo'laydi. Rüstem avulundan endi ko'pgina yigitlar Rossiya dunyo ko'lamida kalam tutalar. U Rüstemning tirishchiligi bilan, uning bir to'xtovsiz ishlavi bilan. Rüstemning atisi aytuvuncha, u kishi yoshdan sport bilan shug'ullansa-da, Tatar kurashi bilan 20 yoshlardagina qiziqsana boshlaydi. Qisqagina vaqt ichida u bek ko'p saban to'ylarining absolyut batari bo'lib taniladi. Bütün saban to'ylarda u выиграл это, sarıklar gelir, prizlar pasayan qaytaydı. Sizin şu anda bir kütüp olganlarını sarı. Da sarıklar pasayan, sarı gitti bizden uyda birde bitmeydi. Холодильник tulgan, dürüst. Rüstem o'zi de Şardaqlı rayonunda saban to'ylarini o'zdiruvda aktiv qatnashuvchi bo'ladi. Bütün saban, bütün avullarda, bütün illerde girip yardım eteydi. Özünün opatını göstereydi. Bek yardımcıl, bek yaxshi kishiydi. Bugun bu zalda ülkenin eng kuchli kurashchilari bilan birga boshlab kurashuvchilar da bil olsa. Lekin kilamda kimning necha yil kurashuvi muhim tugul. Bunda og'irlik bilan birga ustalik ham jitizlikda kerak shu. Bugungi beygining jenguvchisi 15 yoshlik Ilsof Luqmanov ana shu sifatlarni birlashtirgan botir. Ulyan silkasidan Ramiz Safin, Ahmad Mudarisov, Yong'osir kanal.